Bugun shodiyona, bugun tantana. Bugun men kutgan eng yaxshi sana. Bugun mendan baxtli kimsa yo'q yana. Tavallud ayyomingiz muborak ona. Assalomu alaykum yaxshilardan yaxshi insonlarim. Yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronali kunlarni nisholayotgan barchani muborak etamiz. Sizlar bilan Dil izhorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda. Va men boshlovchi Madinaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar qani ketdik. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu. Va alaykum assalom. Nazokat xon opamiz bilan bog'landimmi? Ha, menmi? Xayrli kunlar bo'lsin opajon, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yaxshi. Yo'q. Endi bo'shadim hozir. Opajonim, sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronali kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat, inshaalloh, rahmat sizlarga katta. Rahmat kattakon. Ayni damda sizni Dil izhorim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Opajonim, bugun bizning loyihamizga yaqinlaringiz orasidan tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Kim yuborgan bo'lishi mumkin? O'g'lim bor bitta yagona. Shu o'g'lim bo'lsa kerak, kudam yo o'g'lim kuyov bolam, shu bir dona yagona. Mashalloh, albatta. Sizni jonlaridan ortiq yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas, jannatlarga yo'lak bo'lguvchi mehribon qizingiz Rayonaxon opa o'g'lingiz Abdumo'min akamiz nomidan kelibdi. Rahmat. Boriga shukr. Va ular bilan birgalikda qudangiz Mahfuzaxon opa, Sevaraxon opa, Diyoraxon opa, Mohinurxonlar ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Rahmat. Umrlar uzoq bo'lsa, rahmat. Tinib tinchib, yaxshi yursa bo'ldi. Hammasiga rahmat. Opajonim, ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni olsam-da, ulardan kelgan tabriklarni o'qib eshitirsam maylimi? Mayli, eshitaman. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, poyi jannatim. Mehrga minnatlar qo'shmaganam. Mening eng aziz volidai mukarram onajonim. Sizni bugungi shukronalik ayyomingiz, Allohimga suyukli banda, Habibimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan muborakbod etamiz. Hamisha biz farzandlaringizni baxti kamalini ko'rib, sog' salomat bo'lib yurishligingizni yaratgan Allohimdan so'rab qolamiz. Yuzlari nurli, qalblari qaynoq, yuragida mehr muhabbatli molam jannat onajonim. Sizni shunchalar yaxshi ko'ramanki, hatto qiyosingizni ham topa olmayman. Onajonim, chiroyligamsiz. Mushkambarlardan-da ziyoda onajonimsiz. Poyingizda jannat, o'zingiz esa hokisorimsiz. Qancha chiroyli so'zlar yozsam ham, ta'riflasam ham kam bo'lgan, munisam, mehribonimsiz. Sizni dunyolarga sig'mas darajada juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Siz meni bu yorug' olamga taqdim etib, oq sutingiz ila mehringiz ulashdingiz. Onajonim, men shu birgina mehringiz haqqini hech qachon ado eta olmayman. Qaniydi onajonim, mening qo'limdan kelsa-yu mening umrimni ham qo'shib bersam. Jonajonim, jahonim, sizni shunchalar yaxshi ko'ramanki, onajonim, o'zingizga ayta olmayman. Hadeb sizni o'zingizga ayta olmasam-da, yuragimni o'rayotgani har bir zarbida, olayotgani har bir nafasimda, qilayotgani har bir duoyimda siz. Onajonim, ilohim dunyo turguncha baxtimizga sog' salomat bo'lib, bizlarni baxt rohatimizni ko'rib yurishlik nasib qilsin. Bugun shodiyona, bugun tantana. Bugun men kutgan eng yaxshi sana. Bugun mendan baxtli kimsa yo'q yana. Tavallud ayyomingiz muborak ona. Jonim, poyingizga guldasta bo'lsin. Men uchun mehribon, sizsiz yagona. Yuzingiz, ko'zingiz nurlarga to'lsin. Tavallud ayyomingiz muborak ona. Jon ona. So'zlasam so'zlarim yetmas. Sizdek meni hech kim baxtiyor etmas. Alloh menga bergan tuhfa bir dona. Tavallud ayyomingiz muborak ona deya joyi bo'lgan o'zlarini, Dil izhorlarning va she'riy maktublarini aynan siz uchun yo'llab o'tibdilar. Opajonim, suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda.
Sizni ham mehribon farzandlaringizga tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar. Rahmat, birinchi o'tirda sizga yetkazganingizga umrlaringiz uzoq bo'lsin. Rahmat katta. Orzu havasini ko'ring bolalarda. Ilohim. Odamga, Sevaraxon, Diyoraxonga, o'g'limga, qizimga rahmat katta hammasiga. Umrlari uzoq bo'lsin. Tinib tinchib, o'zidan ko'payib yursin. Shularni orzu havasini ko'ring. Qilgan mehrdan rohatini ko'ring. Tinib tinchib yursa bo'ldi. Rahmat hammasiga. Rahmat kattakon. Rahmat sizga ham rahmat singlim. Rahmat. Hamisha har doim barcha yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, bugungi tug'ilgan kunlarni, ro'za Ramazon oylarini a'lo kayfiyatda o'tkazib oling deya qo'ng'irog'imizni yakunlaymiz. Rahmat sizlarga. Rahmat, barisiz shukr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.